topam oldilariga opsheniya matka va qovog'imda ushlab turolmaslik, aksirsam, yo'talsam chiqib ketish va kistalarim bor edi. Shularni birato'la labiaplastika qildirish uchun keldim. Qo'shni tavsiya qildilar, maqtagan edilar. Bittada maqtaganlar uchun kelib konsultatsiyalarga keldim. O'sha kuni operatsiyaga yozildim va operatsiya qilishdi mani. Bir kunda chiqib ketdim больницаdan, chunki o'zimni yaxshi his qildim. Operatsiyadan keyin ham o'zimni yaxshi his qilib, mana operatsiyaning 3-kuni bugun bemalol yuribman. Hozir operatsiyadan keyin qovog'imni ushlab tura olaman, aksiryapman, qattiq yo'talib ham ko'ryapman. Bu narsa men uchun 8 yildan bir orzu edi. Bittada qoldi, xudoga shukr. Operatsiya ham juda ham yaxshi o'tdi. Va operatsiyadan keyin og'riqqa men boshqacha tasavvur qilgan edim. Ko'pchilikdan eshitgan edim, bu eshitib kelgan edim. Og'riydi, tug'gandek bo'lasan, faqat bolang bo'lmay tug'gandek bo'lasan, juda ham yomon og'riydi deyishgan edi. Umuman unaqa menda og'riq bo'lmadi. Mana shu qildirganlarni ham men eshitib ko'rdim. Yo og'rimaydi deyishdi. Haqiqatdan bor gap ekan. Umuman og'rimadi. Qo'llari juda ham yengil ekan. To'g'risi, hozir mana simini oldirishga keldim. Simini olib qo'ydilar. Simini olganda ham dashi qovog'imga setka qo'yilgan. Hozir umuman og'rigani yo'q. Men juda ham davolmayman. Boshqalarni surishtirmagan bo'lsam ham bittada keldim. Tavakkal qilib, men afsuslanmadim. Allohga shukr. Alloh shular sabab meni mana shu necha yil, 8 yillik mana bu opsheniya matkalarim, qovog'larim tushib, aksirsam chiqib ketishi, meni qo'rqitib qo'yishgan edi. Og'riydi deb. Yo'q, men xudoga shukr, umuman og'rigani yo'q. Bemalol sakrab ham yuribman. Prosta sen operatsiya qilingan o'xshamsan deyishadi, lekin davolmayman. Rahmat qilib